Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun berberin ekstrakti haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Shirkatimizda qora zirk o'simlik mevasini kimyoviy tarkibini o'rganish va shu asosida undan dorivor biologik faol qo'shimcha ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Berberin nima? U zirk tarkibida uchraydigan alkaloiddir. O'simlik mevasini ekstraksiya qilingach, uni kapsula ko'rinishida qadoqlanadi. Preparat biologik faol moddalarga boy ekanligi, ayniqsa bioflavonoidlar va organigen elementlarni ko'p saqlaganligi bilan ahamiyatlidir. Odam organizmining immun tizimi uchun kerakli bo'lgan vitaminlar, mikro hamda makrobiogen elementlarni saqlaganligi sababli immunostimulyatorlik xossasiga egadir. Tibamet tibavit berberin ekstrakti tarkibida antioksidant faollikka ega bo'lgan vitamin C kabi moddalar tutganligi sababli yuqori antioksidant ta'siriga ega bo'lgan tabiiy shifobaxsh mahsulot hisoblanadi. Mahsulot insulin rezistentlikda, ortiqcha vaznni yo'qotishda, bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar va parazitlarni o'z ichiga olgan patogenlarga qarshi samaralidir. Hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi, xolesterin darajasini pasaytiradi, qon bosimini pasaytiradi, saraton hujayralarining o'sishi va rivojlanishini oldini oladi. Mikroflorani tiklaydi, metabolizmni me'yorlashtiradi. Jigar kasalliklarini davolashda, buyrak yallig'lanishida yordam beradi va diabet yoki boshqa kasalliklardan kelib chiqadigan buyrak yetishmovchiligini oldini oladi. Kayfiyatni yaxshilash va miyadagi neyrotransmitterlarga ta'sir qilish orqali antidepressant ta'sir ko'rsatadi. Gormonal muvozanatni tartibga solishda, immunitet tizimini mustahkamlashda, infeksiyalar va organizmga yallig'lanishga qarshi kurashishga yordam beradi. Reproduktiv tizimdagi infeksiyalarni davolashda va profilaktikasida qo'llaniladi. Ushbu preparatni qo'llash ham mustaqil vosita sifatida, ham kompleks terapiyaning bir qismi sifatida tavsiya etiladi. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar preparatning tarkibiy qismlariga individual sezgirlik. Salomat bo'linglar.